Hilol opa, allergiyani psixosomatika orqali davolasa bo'ladimi? Hech biror bir mijozingizdami yoki o'zingizdanmi buni sinab ko'rganmisiz? Albatta, birinchi bo'lib o'zimda sinab ko'rganman bu narsani. Menga tarva toshishni boshlagan, bir oy davomida toshigan. Meditsinskiy lecheniyalarni qilganman hammasini. Minovazin surtganman, kapelnitsalar olganman, lekin natija bo'lmagan. Mana shu psixosomatikani borligini bilardim, lekin o'tirib uning uchun vaqt ajratgani vaqtimni qizg'onib qilmagandimda. Keyin bir kunda o'tirib hammasini yozib, chizib hal qildim. Ertasi kuni yo'q tarva. Qoyil. Mashalloh. O'zim ham hayron qolganman. Nimaga shuni vaqtliroq qilmadim deb. Qanday yo'nalishda uni ishladingiz, praraботка qildingiz? Asosan allergiya psixosomatikasi bu g'azab hisoblanadi. Ya'ni masalan muayyan bir kishini yomon ko'rishingiz yoki muayyan bir vazifani yomon ko'rishingizdan, g'azablanishingizdan kelib chiqmaydi. Bu mayda-chuyda narsalargacha qamrab oladi. Ya'ni siz har kuningizni analiz qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha o'tgan kunlaringizni ertalabdan kechgacha bo'lgan hamma voqealar, kim bilan munosabat qilasiz, qanaqangi voqealar sodir bo'ladi. Bu ko'pincha kunda takrorlanadigan narsalarga bog'liq bo'lgan g'azabdan kelib chiqadi. Demak, kundalik hayotimizda sodir bo'layotgan, lekin bizga yoqmayotgan, bizni g'ashimizga tegayotgan qaysidir bir xatti-harakatlar yoki bir insonlar tufayli allergiya bizga kelib chiqadi dedik. Misol keltira olasizmi? Aynan mana bu vaziyat, aynan mana bu vaziyat. Masalan, ertalab turishingiz bilan fikrlaringizga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa fikr bilan uyg'onyapsiz? Masalan, bo'lishi mumkin, voy yana bugungi kunim ham boshlandi. Yo bo'lmasam, voy hozir bolalarni hammasini uyg'otishim kerak, men uyg'otmasam ular o'zi turmaydi deysiz. Qaysi birindir uyg'otsangiz turishi qiyin bo'ladi. Keyin shoshish kerak bo'ladi ishxonaga. Ishxonaga borganingizdan keyin attagi insonlar bilan muloqotga kirishasiz. Ishingizdan ham qoniqmasligingiz mumkin. Bular ham sabab bo'lishi mumkin. Mumkin, albatta. Ya'ni ishxonaga borganingizdan keyin sizni hamkasblaringiz bo'ladi, ular bilan munosabatlaringizdagi g'azabingiz bo'lishi mumkin. Mijozlar bilan bog'liq bo'lgan g'azab turi bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam qilayotgan ishingizni, vazifangizni vaqtida bajaryapsizmi, qoniqarli bajaryapsizmi, yo'qmi? Ichingiz chiqishi o'shani ichida sizni g'azablantiradigan narsalar bo'lishi ham shu ham hisobga olinadi. Keyin kechqurun uyga qaytasiz, uydagi voqealar hammasini kuzatib analiz qilib chiqish kerak bo'ladi. Mana yozib chiqdik deylik, misol uchun 10 ta ro'yxat tuzdik. Misol uchun uyimni to'zigani yoqmayapti, farzandlarimni be'tiborsizligi yoqmayapti, turmush o'rtog'imni mana bu qilgan ishlari yoqmayapti. Yozib chiqdik deylik. Bundan keyin nima qilamiz? Bundan keyin mana shu masalalarni ham har bittasiga yechim topib chiqishimiz kerak. Agar yechim topilmaydigan vaziyat bo'lsa, unda qarashimizni o'zgartirishimiz kerak. O'sha vaziyatga nisbatan qarashimizni o'zgartiramiz. Siz shu metoddan foydalangansiz va bir kunda natija olganman va boshqalarda ham sinab ko'rganman. Mijozlarda ham sinab ko'rgansiz. Hammasida natija bo'lgan. Lekin mijozni o'zi mana hozir biz gap so'zimizdan ko'rib turib, uyda ham shu narsani sinab ko'rishi mumkin, bajarib ko'rishi mumkin. Lekin agar mutaxassis bilan bajarganda, mutaxassis kerakli savollarni berib turadi-da, o'shanda natija 100% bo'ladi. Bo'ladi inshaalloh. Azizlarim, agar sizda ham allergiya bilan bog'liq qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, bemalol Hilola opamga murojaat qilsangiz bo'ladi. Mana shu videoni tagida ularning Instagram hamda Telegram sahifalarini yozib qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Sizlarga agar bu mavzu qiziq bo'lgan bo'lsa, yana shunga o'xshash videolarni olishimizni istasak, albatta izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha